Başlıq. Baya xanımınız telefon verib, bir savaqdışım kep qaldı, dep qoyun degendi. Savaqdışım? Qay savaqdışı? Bilmədiniz? O sizin desiniz de bilidi degendi. Ha, çoğun işini unutup qaldı, tas qapdı mı? Bildim, işini qılıbı. Vay, bana A korpusuki siyasi komisarını olap verin. Vay, Lao Zhao, ben Li Yunlong. Ben siz bilen vidalaşıdığım buldum. Çoğun işqı yok. Ötkendeki elqi yaram tel dök saqaymaptı. Doktor obdan tikmegen oxşaydı. Toğra, qayt qo'zg'aldi. Hamma yerim qonatdi. Uchchaylarimning hammasi qon. To'g'ri, kelamsiz? Bo'ldi ekanman. Kelaman deb avar bo'lmang. Men ishnim bo'lmadim. Qiladigan ishlaringiz bor. Bo'ldi ekanman, ma'qul. Amiz kelam. Meningmi sizga topilaydigan ishim bor-de. Ma'qul. Ben chidayalayman. Xotirjam bo'ling. Lojo, tez keling. Nima? Doktorxonaga? Yo'q, bo'lmaydi. Doktor meni ichak medirlamasin deydi. To'g'ri, udumli korpus shtabiga keling. Doktor meni gap qilmang deyapti. Gap qilishga unamavotdi. Qo'yibdim-a? Bo'ldi. Lojo, oldi, tezroq keling, sizni saqlayman. Bu Lojo rostli ahmoqga. Teyyi, telefon. Çoxum Lojo'dan keldi. Sen ap qo'ya? Ha. Shotian, Lojoni bek olib etdim. Ovozdirma o'zgarib ketdi. Siz Li korpus komandiriga deyman. Voy, kechiring. Siz yo'ldashibmanmi? Ha. Teyyi oshxon deydi. Ma'qul. Xo'sh. Ay, Loli, yana qo'pol gap qilgan o'xshamamdi. Eringning ovozi o'tir ovozda naqsh yetishmas keldi ekan. To'g'ri bor ekan. Sen deganda qo'pol emaskan-ku. Faqat qarog'ili ovozni anglabla to'y qiladi. Nima burun uni shu ovozga kuyib qopti ekanman. O Lojoning gapini qildimi? Lojo degan kim? Başlıq, kiriş gözünü çıqırın. Yo'qol. Ko'zimni yo'q ochib qara, o degan bizning siyosiy komissar. Lotian, bir ko'zingiz yumilaman deyapti. Agar ko'zingizni yumsangizlar, bu tamaki mening bo'ladi. Bundaq psixik o'lishingizni nera qiling? Bundaq qapınızga desmayman. Loli, ko'zingizni yumdingiz, bu tamaki endi mening bo'ldi. Leyinlong. Nima o'yin o'ynayapsiz? Lojo, keldingizmi? Qani, o'tirib daqatlaringizni nera qiling? Bo'lanmi qapdingizga? Ha? Yaxshi-g'o. Bizning Loli aldamchilikni yolg'on gap qilishi o'rganibdi-da. Telefonda ayni o'xshatdingiz. Xuddi hili nafs to'xtab, necha minutlik vaqt qolgan odamdek men yiroqdan aldab akilib, xuddi bo'qidek qarab tursiz-g'o. Gap qilmamsiz. O'zingizni besivlang. Xizmatingiz oldirash bo'g'achqa rad qilamiki deb mushu usulni qo'llandim. Ha? Ikkimiz degan shuncha yillik aloqani tursak, tiniqim to'xtayman davası kelmay qoladingizmi? Hargiz unda qilmaysiz. Bizning jo komissarning og'indarchilikqa yaraydigan odam ekanligini hamma odam biladi. Hatto bizning tinch topashig'ini angladi. Lotian, shundaqmi? Shundaq. Siz A korpuski siyosiy komissar bo'lsangiz deyman. Loli doim gapingizni qilib beradi. Albir ayga necha qatim yig'inga borganda ko'rishamadik. Bugun tanishdik. Tinch turibsiz. Lotian, endi ishingizga bering, ha? Ma'qul. Lojo, tamoqchi. Nera qiling, ha? Mening qanchalik ishimga daxl qilganimizni bilamsiz. Oldirashchilikdan uxlashga vaqt chiqarolmayapsam,
Bir telefon bilanla aldab meni bu yerga keldiңiz. Nurg'un ishlarim qilib qoldi. Qandaq gapingiz bo'lsa telefon desangiz bo'lmamdi. Lojo, aldımsam kelamdingiz. Bu degan nihoyatda muhim ish. Aldirashligingizni bilaman, lekin bu ishni to'xtatib qo'ysak bo'lmaydi. O'tganda sizga degan hali qiz yo'ldosh kelibdi. Ha? Haq shuncha yiroqdan poyizga o'tirib siz bilan ko'rishgili kelsa, quyruqingizni dinga aytib olsangiz qandaq bo'ladi? Mening yuzimni qiling. Birdamdan keyin men bilan uyga borsiz, yengingiz bilan ko'rishib ketam. Moshishga meni aldab keldingizmi? Bu aldamchi. Ko'rishmayman. Haddangiz emas. Haq shuncha yiroqdan kelsa, nemangizga otqachilik qilasiz? Ha? Haqni ma'li tekkisi barkan deb qolgan o'xshamamsiz? Sizga shuni deb qo'yay. Haqning sizni yoritishi notayin. Sizlar ziyolilarni-chu, obdariq o'zgartmasi bo'lmabdi. Anglab turing. Men xotinimga sizni og'zimga tegmay maqtab, uchirib etmagan bo'lsam, sizga bundoq talay nada turibdi deyman. Men g'imingizni yemsam kim yeydi, ha? Sizga shuni deb qo'yay. Bugun borsangiz bu borsiz, bormasangiz borsiz. Ochig'imni keltirsangiz, muhofazachilik deb bog'layman. Bu degan mening yerim, kim sizni mening yerim kesin debdi. Nima desam bo'la? Banditning o'zi ekan-ku. Bu tashi tayoq tanganlik-ku. 好，我去，反正今天我也回不去了。哎，晚上就住你家啊。这就对了。 Shotyan, qarang kim keldi? Oy, yo'ldosh Pingnan deyman. Tinchlikmi? Li korpus komandiri, tinchlikmi? Ha, men Liyulong, Shotyanning inqilobi sabdishi. Bu yoq yo'ldosh Jogan, 37 yosh, Beyjinglik. Qaysi universitetda o'qigansiz? Ha, esim keldi. Yanjong universitetini bitirgan. Koni inqilobchi. 9 dekabr harakatini tashkillovchilarning biri. Tarixini bir-birlab tanishtirmasam bo'la? Bu yoq yo'ldosh Pingnan, sizga o'xshash oliy maktab o'quvchisi. Bu yoq Shotyan. Mening xotinim. Bu degan yangi zamon. Biroq chaq bo'lgan bo'lsa, uningga tizlanib ta'zim qilatdingiz. Qutingizmi? Tinchlikmi? O'tiringlar, ha, o'tiring. Ha, hoji, o'tiring. Hey, Lojo, men bo'ldingiz. Gapni qilmay bu qizning ko'ziga mo'linda qarab turibsiz-ku. Endi sizni posh qilaman, ha? Shotyan bilan ikkimiz yurib-atganda, u menga qiz bolaning ko'ziga tikilib qarama, haq xijil bo'ladi deb ta'lim bergan edi. Bugun nima bo'ldi, ha? Ajab o'zingiz shunda qilmayapsiz-a? Men o'gitib qo'yaymi-ya? Shofran, bu degan uy bo'lgandan keyin erkin ozoda o'ltiring. Lojo, sizmi qo'rinmang? Hey, ishki botilga mavtay harag'im ba. Bugun chilashqidek ishishmasak hisob emas. Men tamoq tayyor bo'ldimi chiqib qarab baqay. Shotyan, yuring birga chiqib qarab baqayli. Ma'qul. Tatinmanglar, ha? Shotyan, sizningcha umid bordekmi? Qarsam ikkilisi g'alati bo'lib qopti. Umid bormi deymi gapmi? Meningcha u ikkisini ayirib etish mumkin emasdek turadi. Shundaqmi? Bak yaxshi bo'ldi. Baytax Lojo menga meni aldab ep-kepsiz deb ochiqlagan edi. Endi qarang, ko'zlari chekchiyib qopti. Yo'q, bu ishni bundaqli bo'ldi qilmayman. U meni mehmon qilmasa bo'lmaydi. Salgan, men sizni ko'ygan. Pingnan, men shu. Nada ko'rishgan to'xtab o'ylayapman. Bo'ldi, o'ylamang. Vaqtingiz bekorga isrof bo'ladi. Fursat har joyda bo'ladi. Meningcha ikkimiz boshqa bir dunyoda ko'rishgan o'xshaymiz. Balkim tushimiz dedi. Balkim oldingi hayotimiz ko'rishgandimiz. Javgan.
Konu tanışlardan bo'lgandan keyin sizdan bir necha savol so'ramoqchiman. So'ravering. Bir yosh o'quvchining inqilobga qatnashganiga 20 yil bo'ldi. Hayot mamatiga qarmay elishib, janggohda qaysarona qurbon bo'ldi. Shuning bilan dunyoda nihoyatda bilimli bir olimdan birisi aziyib, sonsizlagan jonni tenidan judo qilgan generaldan birisi ko'payibdi. Mening bilmoqchi bo'lganim, siz nimani qo'g'ishyapsiz? Nimishqa? Men mukammal, muvaffaq, odamiylik to'lgan ijtimoiy tuzumni izlayapman. Erkinlik va vijdon uchun. Nayt obdan javob berdingiz. Erkinlik va vijdon uchun. Qaraganda siz oldi bilan javgan, undan keyin kommunistkansiz. Undaqda menga deb bergan bo'lsangiz, mubodi kunlarning birida erkinlik bilan vijdonga daxli yetsa, birisi xiris qilsa, reallikni o'zgartirishga qurbingiz yetmasa, o chog'da siz bir xil tanlashga duch kelasiz. Shu chog'da siz nimani tanlaysiz? Qarshilashish yoki o'limni. Ba'zida o'limning o'zini bir xil qarshilashish. Fag'na, siz nima demoqchi? Meningcha, har qanday bir nazariyaning to'g'ri yoki xatoligini ijtimoiy tajriba cho'qim isbotlash kerak. Agar bu xil nazariyada chatnash ko'rilganda ijtimoiy tajriba boshlanib ketgan bo'lsa, qanday bedel to'lash kerakligini o'ylab baxtingizmi? Rostdan desam, o'ylagan. Lekin yakun chiqarolmadim. Chunki har qanday ijtimoiy o'zgarish va ijtimoiy tajriba bedel to'lashni talab qiladi. Bedeldan qo'rqib hech qanday ish qilmaslikka bo'lmaydi. Biz kommunistlar har qaysi demokratik partiya guruhlar bilan birlikda oz bedel to'lab yangi bir xil ijtimoiy tuzum o'rnatishni, bu tuzumni uzluksiz mustahkamlashni, o'zimizni va nazariyamizni mustahkamlashni xohlaymiz. Mening qilayotganlarim mana shuning uchun. Ana. Yana so'raydiganlaringiz bormi? Vaqtincha yo'q. Lekin kelgusida so'raydiganlarim cho'qim ko'p bo'ladi. Vaqti kelganda sizdan ta'lim olishga fursat bo'lamdi, bo'lmamdi uqmadim. Ikkimizning birlikda muhokama qiladigan vaqtimiz cho'qim ko'p bo'ladi. Mana shunaqa tashna. Dojo, tamoq pishdi. G'ach-g'uch bir ish qilmamsiz. Qamlasa mana, qamlashmasa ana. Sizlar ziyolilaringizda tez kelib tamoq yanglar. Oldingi ikki qatimdikiga o'xshash. Har qaysi harbiy rayonlardan o'qish uqtirishni qaytarib o'tgan kursantlar bor. Sababim o. Asosan o'xshash. Xizmat oldirishay, kessam bo'lmaydi degandek. Men qarab boqay, yana qaysi muqomga to'ldi ekan. Qaralaydi ish. Hammasi dala armiyasining korpus komandirlari. Qaraganda ular tilni bir qilbaga o'xshaydi. Kim ekan debdi men. Hammasi bir jangalning bo'rilarkan-ku. Buning ichidagi Liyonning ularning vakili. Bundaq jidalxo'rlarga taqabul turishlik usulim kaskin buyruq tushirish. Ularga yo'chiq topadigan fursat qoldirmaslik. Yangilik bu. Urush qilishni o'rganadigan ishmi? Faqir bir kunmi o'rganmay turib o'xshashni jang qila oldim-ku. Bu narsa degan amaliyotdan barliq keladigan amaliyotdan o'rganadigan narsa. Har qanday darsxona bunaga yetamdi. Lavli, men sizga da'vat etaman. Yuqoridagilarning irodasini tushunishingiz kerak. Bu qatim o'qishga borganlarning tizimligidan qaraganda ko'ni septishingiz kunjemi oldin sepdan qaytib o'qishga bordi ekan. Har qancha chiroyli bani ko'rsatib, dengizdan tegirib beliq sakrab qirg'oqqa chiqibdi desingizmi? Bizning banimiz Chavshan oldin sepdiklarning banisiga yetamdi. 1954-yil 3-oyda Liyonning buyruqi binoan Jungo Xalq Ozodlik armiyasi ma'lum harbiy institutining oliy darajali qo'mondonlar fakultetiga o'qishga kirdi. Qural bormi? Albatta. Maktabning belgilamasida barliq kursantlar amalining qanchalik yuqori bo'lishidan qat'iy nazar qural elib kirsa bo'lmaydi. Barliq qurallarni yuqoriga topshirish kerak deb belgilangan. Muhofizatchingiz institutning muhofizatchilar rotasiga avatildi. Nima? Menda undaq odat yo'q. 随身武器必须上交，你的警卫员也将编入学院的警卫连。交枪？我可没这习惯。首长， Boshliq, bu degan institutimizning belgilamasi. Menda qurol yo'q. Yo'q. Formangizning peshini ko'tarib beqing, ha?
Men qarab baqay. Sen turamiki? Yanıla topshirganingiz yaxshimikan? Men ko'rib qoldim. Buni da'vatamsiz, bu degan xotir bo'yon. Yo'ldosh kursant. Tapanchangiz rostla chiroyli ekan. Xotirjam bo'ling. Biz har haftada bir qatim surtib turamiz. O'qish bitirgan kuni shu pet qaytirib beramiz. Oxiri maqtaydigan gapdan birini angladim. 2 kun kechikib keldingiz. Shuning uchun kursantlar atirtiga vaqtincha qaytmaysiz. Maktab mudiri kechikib kelgan kursantlar avval tozliq atirtiga berib, qancha kun kechikkan bo'lsa, shuncha kun tozliq qiladi degan. Nima deysan? Nima deydikin deb chidab tursam, ajab gaping tugamaydi. Tozliq qilish atirti yo'lning qarshi tarafidagi mashina to'xtatish uyda. Udul shu yerga borsangiz bo'ladi. Hey, to'xta. Muhofizachilar rotasi mashq maydonida. Hey! Voy! Lavli! Lavkong! Leylo! Nagili basam, kaynimdan sen güçlü kilidi ekansan. Eli qismanga borganda quralimni tatib olgan edim. Qandaq? Haqmo, sening qurolingni tatib olganda. Qurol topshirgandan ta'min qandaq bo'ladi ekan? Bu 2 kunni qandoq o'tkazarman deb beshim qaytib turadi. Sen olajoq hamra bo'ladigan bo'psan. Hey, nes basqanda yana birsi bor. Kim? Dengve, 4-dala armiyasining muborak korpus komandirichi. Ha, Lauda. Lauda, tura o'rnidan. Tura deyman. Hey, yemirlimas 3-1 jak, yana jam bo'ptiqda. Lauda, sizlarning yangi birinchi polk mudofaaga o'rinlashgan yili bu soltak mendan yuz o'rgan edi. O'zimning yerida qurolimni tatib olgandi. Haddidan oshqini demamsan. Amaliyotda uningdan qo'rqatdimmi? Uning mustaqil polkga jang qila olsa, mening yangi 2-chi polkimmi? Nanqap emasda. Endi yer supurishdan g'am qilmaydigan bo'ptiman, ha? Sharq shimoldagilarni Qozon supurishga usta deb angladim. 4-dala armiyasidagilarning deyishicha, sening bir sheriking Liao Yoshanning nech korpusining vatvargin chiqarib o'tibdi-ku. To'g'ri debdi. Azadlık armiyada 4-dala armiyasi bo'lmasa, azadlık armiya. 4-dala armiyasida bizning korpus bo'lmasa, 4-dala armiyasidagi bo'lamdi. Po deganni atadigan, poyezd deganni ittirgan narsa emas. Sana desam bag'o, Sunxojang daryosi bo'yida. Amsi bu yerga nima deb kelding? Ha? Shuncha iqtidorli turib muavin mudir bo'lmay, bu yerga nimani o'rganish kelding? Mashqavul bo'lsang mayli emasmi? Ajab bizga o'xshash bo'lib qolsana. Qamlashtiramay qilgan gapingni qara. Butun Jungoni 4-dala armiyasi ozod qilgan bo'lsa, biz 3-dala armiyasi bekor talab qilmizda. Meni kelishga xushtar deb qo'ymoqchiman. Bir obdan korpus komandirligini qilib olsam, huquqini topshirmasam bo'lmaydi deb, meni bu nasbasqan joyga o'rganishga avatdi deyman. Bu yerda o'rgangirak nimasi bor? O'rganmasak bu jangda g'alaba qilyapmiz-ku. Bizdan yengilganlar nima deb bizga o'qituvchi bo'g'dak? Shunchalik iqtidori bo'lsa, jang maydonida bir tutishib baqmandoq. Hech bir foydasi yo'q. Hey, yuqornomi bizni o'rganishga avatishning o'ziga tushliq sababi bor. Ko'tilda saqlanmasmikan? Lokon, quruq gaplaringni nerapa? Nima bo'ldi? O'shanga bir berib kasb o'zgartib, siyosiy komissar bo'lgan o'xshamabsan. Ha? Başlayaq. Başlayaq. Yük taqlaringizni keldim. Başlayaq. Qaysi ko'chini supurdi ekansiz? Menga aniq desangiz, vaqt kelganda bir nechalarni tepib supurib qo'yman. Bo'ldi. Muhofizachilar rotonga ket. Koni sabdoshlar ko'rishganda, eligo ko'ch supurishgan. Billa qamalsaqmi ko'nglimiz xush o'taverdi. To'g'ri. Hey, Lodan, keyin tarafda parkni supurmabsan. Uydan putingni osmon qilib o'ltirdiga o'xshamabsan. Shunchalik ishni qilaolmay. Men 3-dala armiyasidagi korpus komandirlarining kunda ko'ch supurdiganligiga ishonmayman. Hey, qo'shimchalik bo's bo'la. Qariyaqqan bo'z yarim chiroyliroq ko'rinar ekan. Xuddi nazmida deyilgan. Rasmda chizilgandek. 2 kun oldida bir korpusning komandiri edim. Hash-pashdagi ko'ch supurgan kunga qoldim ha. Qo'limga supurgani olmag'ali qanchalik vaqt bo'lgan bilabsizlar? O'rinda tur. Ho? Tonishlar oz emaskan, ha? Kursant Li Yilong, kursant Dengve, kursant Kongji,
Ali komandanlar sınıfındaki yeni kursantlarının qatarı qıtışınlarını qarşılamız. 2 gün süpürsler degan to'g'ri. Vazifani tek o'rlab olamagan tursak. Hey, ajalda men çalış qilmayman juma. Barmaymiz, biz tazliq atritidan qo'mondonlar fakulteti boshqarmaydi. Mudir o'rinlanmagan vazifani atratning ichki qismida o'rinlasin deb buyruq berdi. Lavda tek süpürüp qanmaga o'xshamamsiz. Emgekni qizg'in suyish kerak-da, ha? Lavli, aslında bo'lib ekansiz juma. Kilitli cho'ng tozliq qilibsiz. Lavkon, tozliqqa bek rioya qildi ekansiz. Amoniydan o'ganga o'xshamamsiz. Ma, nima ko'rsizlar? Berib 4-dala metin surishtirib beqinglar. Jang maydonini tozlashda Peqirning temir supurgi deb nomi chiqqan. Bir diviziya bilanlar Liao Yaoshangning bir korpusini tozlab o'tganman. Lavdang bo'ldi qiling. So'ning iqishiga beqib ish tutayli. Bizga yot odam bo'lmagan ekan. Yo'ldoshlar, teshik bu. Yo'ldoshlar, japa chektinglar. Boshim, japa chektirmiz. Hammalar, qadamlar, marsh! Awo Changnay Chogu. Komendantning vaqtliq 7-diviziyasining komandiri Hoyhayjangda asirga tushgan. Shundoq. Bu o'qituvchining familiyasi Chang. Germaniyada o'qigan. Bizga jang nazariyasida dars berdi ekan. O'rninglardan turinglar. Yo'ldosh o'qituvchi. Ali Qo'mondonlar fakulteti 1-sinfga barliq kursantlarning darslarni tayyorlab bitdi. Yo'liriq bagaysiz. O'tiringlar. Bu nemis jihat. Xanzochiga tarjim qilganda sizlar jang maydonida o'zinglarning o'rnini tiklagan odam degan ma'noda. Rostini desam, sizlarga dars berish undaq oson ish emas. Bo'libmi men uchun shundoq. Men burun mushada o'ltirgan ma'lum bir kursantning qo'lida mag'lub bo'lgan. Lekin bu mening harbiy ishlar jang nazariyasi ilmini yana bir nuqtadan tushuntirishimga ta'sir yetkazmaydi. Hozirgi bu sinfdan 100 metr yiroqlikdagi joy burun Komendant Davlat Mudofaa Ministrligining qo'mondonlik zali edi. Ta bugungacha men u yerdagi 1 yildan ko'proq ishlagan tariximni o'rnak qilishga bo'ladi deb qarayman. Shu yerdan chiqarilgan buyruqlarning hammasi butunlay ahmoqona emas. Mening bir xizmatdishimning burun men chaqchaq qilganidek Komendant armiyasining buyrug'ini ixtisosliklar tuzgan. 4 kishilar ijro qilgan. Qaltis faqat etibsan-ku, meni qarab beqinglar. Oyoq maylashga kelganda mening oldimga o'tadiganlar yo'q. Bu degan bir dars. Shtab boshlar shundaq deb bekitgan. Oyoq degan nima? Odamlar sho'lis tushkidek maylash kerak. Fransiya harbiy institutining o'lchami shundaq. Lodang. Bizning yotoqqa kelib oyoq maylab ketibsan-ku. Lole, qarab baqa, faqirabdimi? Bo'ladi ekan. Saviyang xili yuqori ekan. Oyoq maylash saviyang yuqori bo'lgandan keyin kengaytmamdoq. Mana bu oyog'imni mening o'rnimda bir maylab etgina. Men 4-dala armiyasilarning oyoq maylash saviyasini bir ko'rib baqay. Meniki maylab bera? Ha, shundaq. Ma'qul, bo'ldi. Oltirmanglar. Ha? Bir-birlab kelinglar. Avval men sizlarga deb qo'yay. Bir jup oyoqning maylashyapti, bir botilki yangi dachi harig'i. Araq bo'lmasa mayli, o'dak bo'lsin bo'laverdi. O'g'nish haqida deb bilaman-da. Baqimmatga. Oyoqni shundaq qilib maylamda. Sharq shimolga berib so'rab beqinglar. Men qachon sizga tatadigan sodini qilgan? Qani deb beqinglar. Maylashga qanchalik oyoq ne ketadiganligini bilamsizlar? Sizlarchiza. Bo'ldi. Qo'pa. Boshqa yoq berib mayla. 4-dala armiyasilarning qo'lidan oyoq maylashdan boshqa ishning kelmaydiganligini bilaman. Uni ustiga boshliqlarga o'tkir maylaysizlar. Qaranglar, uni ochiq keldi. Nimaga ochiqlaysan, ha? Qara, ayning 15i qarang'u, 15i oydin debdikan. Avval ustoz, keyin shogird bo'l. Shunda uzoq davr surgili bo'ladi. Hatto boshqalardan eshitib tushgili bo'ladi. Hey, Chang ma'lumning ismidilla, bu ismning sendan eshitib tushish uchun qo'yilganligini bilgili bo'ladi. Odamga birinchidan taqdir, ikkinchidan omad, uchinchidan yer sharoit, to'rtinchidan ism muhim. Tvi,
Mening ismimdan uning ismidan nechasi ulug' ekanligini bilmayman. Bo'ldi. Bu yerda maylamay boshqa yerga kirib mayla. Tura. Hey, obdaroq faqrat ha. Savoqdoshlar, o'tgan soatda biz 2-Dunyo urushi mezgilida Sovet Germaniya jang maydonidagi Kurski hal qilg'ich jangini so'zladik. Bu soatda muzokara qilamiz. Muzokara temasi 2-Dunyo urushida Sovet Germaniya jang maydonidagi Kurski hal qilg'ich jangida Sovet armiyasi bilan Germaniya armiyasining aeroplan, tanka va askariy kuch jihatdan asosan o'xshash ahvol ostida qanday taktikalarni ishlatib hal qilg'ich g'alabini qo'lga keltira oladi? Siz Yo'ldosh muallim, muzokara qiladigan temani o'zgartirib bo'ladimi? Eliqi nimiti? Lav deydigan piqsiq. İsmini bilmay turib, haq bilan nima deb talishsan? O'zingni ko'rsatadiganmiya? Qapoq vash. O'zini texi ziyoli deb yurginni. Shuni deyman. Cho'chqal ko'zoynak taqab qo'ysa, men oliy maktab o'quvchisi degandekli ishda bu. Yo'ldosh muallim, bizning sinfdagi kursantlar orasida Moşundaq noto'g'ri istilba. O'zingizmi bilasiz, odatda ifodam xeyli yomon emas. Aktivlik bilan so'z qilay desam, ular meni mazoq qilib dakkamni beryotidi. Ularchi xuddi chivinning o'zi. Bundaq iddias qaloq o'quvchilarga mundaq javob berish kerak. Birinchidan, ularning qaloq iddisi qarshi qat'iy kurash qilish. Ikkinchidan, ularning mazoqlari va zarbalariga qilch pisand qilmaslik kerak. Ular kot-kot qilgani bilan hech nimaga yaramaydi. Ben avval söz qilay. Kurski jangi kitobdami bakan. Ayni chog'da Germaniya armiyasining 90 tuman askari bakan. Sovet ittifoqining 133 tuman askari bo'lib, texnika, qurol-yarog' jihatda Germaniya armiyasidan xeyli ustun turdi ekan. Mushuning o'zi bir masalada 40 tuman askari jiq tursa asosan tangdigili bo'lamdi. Hammamizga ma'lum. Odatda bir korpus bir diviziyani yangsa, buning maqtig'ichiligi yo'q. Shundaq jangdimi yengilmagan odam jang qilaman degicha uyga berib xotinning o'chqig'i o't qolgan tuzuk. To'g'rimi? Shunga men muzokara qiladigan temani almashtiraylik demoqchi. Kurskini muzokara qilmay, Xoy-Xoy jangini muzokara qilaylik. Ha? Xoy-Xoy jangi yangi boshlanganda O'rta Jungo dala armiyasi bilan Sharqi Jungo dala armiyasining askarini qo'shganda 60 tuman edi. Gomindan armiyasining askari 80 tuman edi. Qurol yaroq jihatdan olganda ularning osmonda aeroplani, yerda tankisi, eg'ir zambirki batdi. Harakatchanlik jihatdan olganda biz 2 putimizga, ular avtomobillarga tayinatdi. Haqiqiy mashinlashgan askarlar degan ashu. Endi muzokara qilib boqayli. Ha? 60 tuman odam qandoq qilib 80 tuman odamni paloq buloq yengadi? Qandoq dedim, Chang muallim? Bu masala asal murakkab. Bir ig'iz gap bilan aniq tushuntirgili bo'lmaydi. Hey, Lavli, bu yoqqa kel. O'tir. Bu savolimga men javob beray. Sizlarga jangchi ishi yordam berdi. Agar u Xoyang ig'izni portlatib etmagan bo'lsa, Xuanxo daryosi boshqa yoqqa oqmaydi. Kang doirali kelkinmi bo'lmaydi. Qanday dedi? Xuanwei armiyasi, Xuanbeitao armiyasining yo'lini Xuanxo kelkini to'sib qo'ydi. Ha? Avtomobillar laypatqa qilib ketib qolgandan keyin piyoda mangsa tez bo'ladi dedi. Shunga jangchi ishi sizlarga yordam berdi degan yerim shu. Bu masalani muzokara qilmay turaylik. Bizning 4-dala armiyasining misolga olsam, az askariy kuch bilan kuchli dushmanni yengan misollar bizdami ko'p. Masalan, mening kolonlarimni olsam, Bo'ldi. Sen gap qilamsan yoki menmi? Hadisda 4-dala armiyasi deysan. Sizlar sharq shimolda chatalning qurolda qanchalik o'ljaldinglar? Hamma qurollarni xalqdan yig'ib olgan. Askaringlarni 100 tumandan oshirgan tursa, qandoq jangda yengilmaydinglar? Tushkurkinglarni xalqni ko'mib farq qilib o'talaydi. Ha? Ya'ni texi az askariy kuch bilan kuchli dushmanni yangdiq deyishlardan o'rgilay. Gerçi bizning qurollarimiz nachar bo'lsa-mu, lekin hammasini dushmanlarning qo'lidan o'lja olgan. 60 tuman askar bilan 80 tuman dushmanni yengalaydigan jang nerede bo'pti ekan? Ha? Obdaroq surishtirib yiqinglar. Ha? Hey, Lavli, xuddi bet poloyapni yel qo'yib berganda gap qilyapsan, ha? Jami 3 yil qilib jang bo'ldi.
bizning 4-chi dala armiyasi ishkini qildi. Agar 4-chi dala armiyasi bo'lmagan bo'lsa, butun mamlakatning ozodligi yana bir qancha yil keyinga surilib ketmay qolmaydi. To'g'ri, ota buni. Levshini o'shini demay turay. Shanxaygandan chiqqanda qo'shinimiz aran 10 tuman edi. 3 yilga bormayla 100 tumanga yetdi. Bu askarlar Poatqonga paydo bo'lgan o'xshamamda. Changjiangning o'tirpiga 3 qatim o'tdik. Linjang daryosini 4 qatim qo'g'didik. Siponda qolliq elish bo'ldi. Noldan tuvan 40 gradus sovuqda miltiqning zaturini tatlı bo'lmaydi. Mushlarning hammasi ashundaq bir qadamdan men qozongan g'alaba. To'g'ri. Ey, bo'ldi qilinglar. Yanıla, yan mudofaasini deyli. Bizning muhofizatchilar brigadasi, tarbiyachilar brigadasi, yangi 4-brigadasini qo'shganda qanchalik odam bor demamsizlar? 2 tumanga yetmaydi. Xo'jonglarning qanchalik odam bordi? Az askeri kuch bilan kuchli dushmanni yengishini misol elish to'g'ri kelsa, bizning 1-dala armiyasini desa bo'ladi. Pallonni to'sib zarba berish, Chunxuaban jangi yana To'g'ri. Bizning 2-dala armiyasining 1000 chaqirim yiroqlikdan Dabiyashan teg'i qistab kirib, qandoq jang qilganligimizni biladigansizlar. Ozodlik urushi mazgilida bizning 2-dala armiyasi eng avval qaytirib Mojunga o'tib, o'rta yo'ldan bosib o'tgan. Shuning bilan butun mamlakatning jangi ishi jallangan. Buni bir nuqtani buzib, butun liniyani tavirtish deymiz. Har qaysinglarcha bizning chopinimizni tanlangantinglar. Mana mavo quloq yaqidek gap bo'ldi. 2-dala armiyasi bizning o'z uyimiz. O'tir tuzdanlikda qo'rshovni bosib Dabiyashan teg'idan halqib o'tganda bizmi bato? Ha? Sen degan haqqi berib o'tilgan odam bo'lgandan keyin haqning o'lisan. Xeyli burunlar 2-dala armiyasining emasda. Yiltizini surishtirimiz, yiltizini. Sencho, Sami Xobining o'tirsidagi 2-sho'ba rayonida yo'tkilib kelgan. Bizning diviziyaning odami emasda. Doklad! Ruxsat. Başlayaq, teşdiqmi? Başlayaq. Meni istaganmidingiz? Leylo. Ko'rishmaganimizga uzun bo'ldi, xudayman. Kelganingga mo necha oy bo'ldi. Aldirash bo'lib ketib, o'ptiraq bo'ldi shamloq. Qadaq. Men hal qilib bergan bir qiyinchiliging bormi? 老师长， Başlayaq. Meni obdan tushunasiz. Men degan Tompay, askarlarimni boshlab jang qilishdan boshqani bilmayman. Lekin hozir siz meni o'qimasang bo'lmaydi da'vatsiz. Uningda ko'ra meni o'ltirmasangiz bo'lmamdi. Başlayaq. Qo'shin boshlab berishimga ruxsat qilgan bo'lsangiz, jangga qatnashmay birinchi zapas atrat bo'lsam mayli. G'alaba qozonmasam kallamni olsangizmi rozi? Leylo. Ajab kamtarlish ketsan-ku. Jangni obdan qilganligingga men iqror. Jangni shundoq yaxshi qilgandan keyin bu yerda kursant bo'lsang, sana bek uvol bo'g'idek. Buningdagi savallik menda. Atrofni o'ylamay, qo'l ostimdagilarni iqtidor qarab ishlatmoqdaman. Xatoligimning o'rnini to'ldiray. Buni ko'rib boq. Başlayaq. Chaqchaq qilmasangiz-ku. Mushu saviyam bilan qandoqmi o'qituvchilik qila olayman? O'qituvchilik qila oladiganligingga ishonaman. Qaytib berib, narsalarni yig'ishtirib, kursantlar yatag'idan inib chiq. Men yataq o'rlashtiradiganlarga deb qo'yaman. Sana o'qituvchilar yatag'idan birini o'rlashtirib berdi. Obdan ishla. Başlayaq. Menga rahim qiling. Diviziya komandiri. Lilon, qaltisqu sen, ha? Yurgan ajab yo'lab ketgan. Darsxonda qalayimxonchilik chiqirib, o'qituvchi bilan takallashib davron sapsan. Korpus komandir darajali kadrimiz sendek bo'lamdi. Sen hozir korpus komandir emas, kursant. Kursant degan o'qituvchi bir nima qilganligidan qat'iy nazar uni hurmatlash kerak. U hozir sana yo'ldosh, u sening boshlig'ing. Uni cho'qim hurmatlashing kerak. Nima? Naqayli o'xshamamsan, ha? Undaqda sen bu ders o'tib boq. Ata, bütün o'qituvchi kursantlar bilan sening qanday ders o'tadiganligingni anglayman. Qanday? Peshqadam diviziya komandiri. Meni obdan tushunasiz. Men xeyli ko'p xatolik o'tkazgan bo'lsam-mu, uni tuzitib kelyapman-ku. Xalqning oldida kulga qoladigan ishni qilmagan bo'lsangiz. Amistab baqa. Kursant bo'g'ing bormi yoki o'qituvchimi? O'zing tanla. Albatta kursant bo'laman. Ma'qul.
Beri tekshirish nomidan bir niyoz. Pozitsiyang samimiy bo'lsin. Ikki xajijiblar meni ahmoq qilman deb o'ylama. Ati butun kursantlar oldidan o'qituvchingdan kechirim so'raysan. Tushundingmi? Tushundim. Ching'roqda. Tushundim. Qaytib keldingmi? Qandaq? Boshlig'ing bilan birga tomoq yeb, ko'ni paraqlarni qilishgan o'xshamoqchilar. Devizimizdagi peshqadamlar oxiri cho'ng amal tutdi. Ko'ni boshliq bo'lgandan keyin ko'nmisi bo'lmas. Sen menga o'xshamaysan. Men keyin yetkilib kelgan. Ko'ni biladigan odam yo'q. Ko'ni boshlig'im emasmi? Ko'rishmagili uzun bo'lgandan keyin burunq ishdan seg'inib qopti. Tomoq vaqtida qarab baqsam boshlig'imizga qiyrilik yetibdi. Rastilla tomoq taklif qildingmi? Qo'rq gap. Seni shunchalik yuzingni dapma? Ko'nglim beram bo'lib gelimdan hech nima o'tmadi. Dong'ey, mudir chaqiryapti. Ishtigirak bo'lmay yana nimaga xomiqib qarab tursan? Bizning devizdagi ko'ni birodarlar ichidan mudir hammadan bekrak sana ko'ynidi. Sen tomoq taklif qilamdi, dexe. Tak o'xshatdi. Lashkari ishlarda yovning maqsadini bilish hamda yov hujumga o'tgan aman uning sarkardalariga 1000 chaqirim nerdan diqqat qilish kerak. Shunda qilgandilar nusrat qozong'ili bo'ladi. Uzun mezgillik plan tuzmaganlar ko'z oldidagi ishni bir taraf qilmaydi. Umumiylikni ko'zlamaganlar umumiy doirani tuzmaydi. Qobil sarkardining lashkarlarni jangga serishi usti tepning kesal davolig'ini o'xshaydi. Kesalda o'zgarish bo'lsa, do'rnimi yangishlash kerak. Oy, senza. Tevib o'g'li oz qoldiqchimi, ha? Xotinimni akilib obdaroq o'gitib qo'ysam bo'pti-kan. Lavle, men bunda qo'ylab qoldim. Dastlabda o'qiganda xuddi muqaddas kitoblarni o'qiyotgandek tuyg'u kelib qoldi. Amaliyat tushunib, obdanroq o'ylab baqsqanda qildikin deymamsan. Burun bizdan mushu usullarni ishlatib ekanmiz emasmi? Lekin mushunda kitobning barlig'ini bilmaydi ekanmiz. Sen rastilla yaxshi ko'rsanchimi? Ha? Jang maydonida chuqur numar ola olgan bilan imtihonda aram 2 numar ola oldim. Yuzimiz to'kilib ketdi-da. Lokon, bu qitim qarsam burunqidan eg'ir besib bo'lib qolgandek ko'rinyapsan. Darsxonda so'zgimi chiqmadan? Shumi so'zlish bo'lamdi. Sepi o'zidan jidalxo'rlik qo'y. Lokon, Chawshanda jangni obdan qilding, lekin g'ayratdan sustab ketgandek ko'rinyapti. Sen Amerikaning muntazam armiyasi bilan 100 dran tutishganda andin bilasan. Amaliyotda burunqi jang maydonidagi tajribalarimizning ko'pinchisining vaqti o'tibdi. Dastlabki Chawshanga berib, Amerikaliklar bilan tutishganda biz jangjesh bilan urushgan chotga usulni qo'lladik. Amerikaliklar xatolik o'tkazib, Chawshanliklar qo'llangan usulni bizga qo'llandi. Ikkili taraf o'z oldimizga urushyapti. Keyin biz esimizni chiqdik. Amerikaliklarmi jang mahartini nayt tez o'zgartdi. Ularning taktikasini o'zgartirishlik tezligi butunlay armiyamizning o'ylamagan yerdan chiqdi. Biz mo cho'ng ziyon tortdik. Shuning uchun Qobil sarkardining lashkarlarni jangga selishi Ustitevning kesal davolig'iga o'xshaydi. 讨论问题的习惯，上上下下都可以说出自己的观点，大胆揭露己方的缺失。这样的敌人，我老孔还是第一次碰上啊。给你举个例子，咱们后勤供应的方式，就是他们一个低级军官发现的，叫礼拜公式。怎么说呢？就是说，他发现呢，你单兵口粮的携带量只够用1个星期的，到时候你弹尽粮绝，就得不战自溃。后来美军所有的作战方式几乎都建立在这一发现之上，可让咱们吃了大亏呀。所以呀，良将用兵若良医疗病，病万变，药医万变。 Kesalda o'zgarish bo'lsa, to'g'rinimi yangishlash kerak. Men bu yerga dal to'g'ri qaytadigan cho'ginni yangishligili keldim. 3 numarni saqlab,
4 numaraga tirişaman. 5 numaraning lozimi yo'q. 5 numar deganni o'qituvchilar oladi. Uzun mezgillik plan tuzmaganlar ko'z oldidagi ishni bir taraf qilolmaydi. Umumlikni ko'zlamaganlar umumiy doirani tuzgillayolmaydi. Qobil sarkardining lashkarlarni jangga selishi ustutiyning kasal davolig'iga o'xshaydi. Kasalda o'zgarish bo'lsa, dori'ni yangushlash kerak. Lashkari ishlarda yovning maqsadini bilish hamda yov hujumga o'tgan aman uning sarkardalariga 1000 chaqirim nerdan diqqat qilish lozim. Shunda qilgandala nusrat qozong'ili bo'ladi. Lashkari ishlarda yovning maqsadini bilish lozimdir. Chamolim, Lavli, ishingiz bormidi? Mushundaq bir ish qilamsiz. Avval 3 numar berib, keyin 2 numaraga o'zgartibsiz. Bu javobimning 2 numar bilan 3 numar ichida ekanligini, avval 3 numar berganligingiz, 3 numar qo'yganingizning baliqini tushuntirib berdi. 4 tashlab o'tib 5 ni butulash degan qoida bo'yicha bo'lgandimi, 3 numar qo'ysangiz bo'ladi. Shuncha ular ko'nglingiz keldimi? Albatta keldi. Layoqatsiz bo'lib qolsam ko'nglim kelmay qolamdi. Jang maydonidagi ifodamga numar bermasangiz-mi mayli. Tapanchini peshoningizga tanglab turib beramsiz deydisam, tapanchini maktabdan yig'ib oldi. Tapanchisi yo'q deb berdiganni bermayapam sizga. Javobingiz o'ylimga yerimdan chiqqan bo'lsa-mu, qoidaga uyg'un emas ekan. Men sizni deb shunday qildim. Menmi sizni deb shunday qilgan. Agar sizni 5 kilometr yugurtmagan bo'lsam, hozirmi asrlar lagerda katibligingizni qilatdingiz. Lavli, kech sizni tamoq taklif qilaman. Soat 7da Xongbin oshpizolda. Nima o'yin o'ynayotgandi?